بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. الحمد لله. Allohga hamd sanolar bilan boshlaymiz va payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga salovatlar yuborib Alloh subhanahu va taoladan tavfiq so'raymiz. Inshaalloh bugun biz dinimizning eng muhim asosiy mazmunlaridan bittasidan gapirib o'tmoqchimiz. Bu Alloh subhanahu va taolo bizga yuborgan payg'ambarimizning xislatlarini eng a'lo xislatlaridan bittasi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda deydi: "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Men seni ya Rasululloh faqat dunyoga, olamlarga rahmat qilib yuborganman. Bu payg'ambarimizning haqiqatlari Allohning rahmati ekan. O'shaning uchun payg'ambarimizning ummatlari bo'lgandan keyin biz ham rahmat ummati bo'lishimiz kerak. Bizni qilgan amallarimiz, gapirgan so'zlarimiz hammasini tagida niyatimiz rahmat bo'lish kerak ekan. Xalqqa xizmat qilish kerak. O'sha hammasi Allohning rahmatiga bizni yetkazib borar ekan. Birinchi hadis, har ulamo hadisga borib o'qisa yonida muhaddislarimiz birinchi hadis shogirdlariga o'rgatishadi. Hadis al-avvaliya ismi. Bu hadis Allohning rahmatidan gapirar ekan. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. U odamlarga rahmat ko'rsatadi, ularga Ar-Rahmanning o'zi rahmatini ko'rsatadi. Va yerni betidagilarga sizlar rahmat ko'rsatinglar, osmondan tepadagi sizlarga rahmat ko'rsatadi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning rahmatidan bizga idrok qilgan ekanlar. Endi ulamolarimiz deyshadiki, hamma narsa agar biz dunyodan topsak, Allohning rahmatidan topmasak, biz dunyoda yutqazgan bo'lamiz. Ilm bo'lsin, qudrat bo'lsin, davlat bo'lsin, shuhrat bo'lsin, hammasini topib Allohning rahmatini yo'qotib qo'ygan banda azobga qolar ekan. Va hech narsa topmasdan Allohning rahmatiga yetishgan banda hamma narsaga ega bo'lar ekan. Qiyomat kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki, bitta odam dunyoni hamma ne'matlarini yeb ko'rgan, hamma lazzatda yashagan, hech hayotida qiynalmagan, Alloh subhanahu va taolo uni olib kelib, bandam sen nima hayot ko'rding deb so'rar ekan. Lazzatlarini yodlar ekan, u nima qilar ekan, keyin Alloh subhanahu va taolo unga do'zaxni bir muddat do'zaxni ko'rsatar ekan. Mana u jahannam bir muddat. Shuni kirib chiqqandan keyin so'rar ekan, biron lazzat ko'rganmisan desa, yo men hech qanaqa ne'mat lazzat ko'rmaganman degan. Faqat azob ko'rganman. 1 second in jahannam. Bitta boshqa bandani olib kelar ekan, u butun hayoti mashaqqat, qiyinchiliklarni ko'rib chiqqan, bir muddat jannatni ko'rsatgan va undan so'ragan, bandan biron qiyinchilik ko'rganmisan desa, yo Robbim faqat rahmat, faqat o'zingni rahmatingni va marhamatingni ko'rganman bas degan ekan. Bu oxiratning asari. Bu dunyoda bo'layotgan narsalar hammasi vaqtincha bo'layotgan narsalar, o'tib ketayotgan narsalar. Va qiyomat kunida oxirat vaqti kelganda o'sha haqiqiy insonning hayoti o'sha ekan. O'shaning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga dedilarki, bizning dinimizda har kim yoshlarimizga rahmat ko'rsatmasa va kattalarimizga hurmat ko'rsatmasa bizdan emasdir. Ya'ni ikki xil. Yoshlarga rahmat ko'rsatasiz, kattalarga hurmat ko'rsatasiz. Buni sababi deyshadiki, yoshlar hali bilmaydi. Ilmni topmagan, hali aqli yetib bormaydigan narsalar bor, imkoni bor, ko'p xatolar qilsa. Imkoni bor ba'zi ishlar qilsaki, ya'ni hamma narsani buzib tashlashi mumkin. Ular bilan rahmat bilan nima qilish kerak ekan. Va kattalarimiz
vaqtini o'tkazgan, dunyoni ko'rgan, hikmatlik, ularni hurmat qilmasak, ulardan hech narsa o'rgana olmas ekanmiz. O'shaning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam dedilarki, yoshlarga rahmat ko'rsatmagan, kattalarga hurmat ko'rsatmagan bizdan emas. Bir ayol bolasi bor, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu, yosh yigit bo'lganlar, 11 yoshlarida onalari olib kelib payg'ambarimizga topshirgan ekan. Ya Rasululloh, mana shu bolam sizni xizmatingizda katta bo'lishini istayman. Shu sizni yoningizda tursin, sizdan o'rgansin va har ishingiz bo'lsa shu bolamga bering deb bolalarini payg'ambarimizga topshirib ketganlarida Anas radhiyallohu anhu dedilar-ki, men payg'ambarimizning uylarida katta bo'lganman. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuddi o'zlarining avlodlarida meni boqib oldilar sallallohu alayhi vasallam. Keyin dedilar, bir kun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ish beribdilar Anas radhiyallohu anhuga, ozgincha pul berib, bor bozordan faloncha narsani olib kelib ber debdilar. Anas radhiyallohu anhu pulni olib tashqariga chiqib ketganlarida boshqa yosh bolalar o'ynayotgan ekan, ularni ko'rib, ular bilan qo'shilib o'yinlab eslaridan chiqib qolibdi payg'ambarimizning buyurgan ishlari. Vaqt o'tibdi-yu, payg'ambarimiz uyda xavotirlanib, nima bo'ldi Anasga deb o'ylab chiqibdilar, uni axtarib, qidirib chiqibdilar. Borsalar, qarasalar, Anas radhiyallohu anhu kulib, yugurib yuribdilar bolalar bilan. Keyin dedilar, men bunaqa orqaga qarab yugurayotgandim, tap bitta odamga tegib ketdim dedilar. O'girib qarasam payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam tabassum qilib turibdilar. O Anas nima bo'ldi desalar, xijolat bo'lib ketib, "Ya Rasululloh, kechirasiz, unutib qoldim" debdilar. "Ha, mayli o'ynayvergin" debdilar. "Pulni ber, men borib o'zim olaman" debdilar. Cho'ntaklarimni qidirdim dedilar, pulim yo'qotib qolibdi. Pulni ham yo'qotibdilar. Payg'ambarimizga aytdimki, "Ya Rasululloh, pulni topmayapman" desam, tabassum qilib boshimni siladilar dedilar, "Bor o'ynayvergin" deb ketibdilar sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlar bilan qanaqa qilib muomala qilganlar. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam faqat yoshlar bilan emas, hamma bilan, do'st bilan ham, dushman ham bilan shunaqa marhamat bilan, rahmat bilan muomalat qilgan ekan. Bitta qo'shnilari bor, yahudiy odam, har kuni uylaridan chiqib masjidga borsalar, oynani ochib, nima iflos narsa bo'lsa payg'ambarimiz ustlariga otardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam unga indamasdan uylariga qaytib, uni tozalab, keyin masjidga borardilar. Bu narsa davom etaverdi. Qancha vaqt davom etdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga bitta ham qattiq gapirmadilar. Undan keyin bir muddatdan keyin haligi masjidga ketayotganlarida o'sha odamni ko'rmay qo'ydilar. Uyiga borib eshikni taqillatib aytdilarki, "Falonchi uydami? Ha, uyda keling" deb kirib ko'rsalar, o'sha odam kasal yotibdi. Kasal yotibdi. Aytdilarki, "Necha kun bo'ldi sizni ko'rmadim, bir xabaringiz olib qo'yayin" deb keldim desa, haligi odam deganki, "Men sizga shuncha yomonlik qilsam, siz menga kelib kasalimda o'zimni qarindoshlarim meni ahvolimni so'ramagan, siz kelib meni ahvolimni so'rayapsizmi? Bu qanaqasi?" deb hayron qolgan u odam. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam deganlarki, "Siz ham Allohning bandasi, biz ham Allohning bandasimiz. Hammamiz Allohning rahmatidanmiz" desa, "Bo'ldi, men sizni diningizga iymon olib keldim" deb musulmon bo'lgan ekan. Dushman bo'lgan odamlarning yuragini yutganlar qanday rahmat ko'rsatib alayhisolatu vassalam. Bu dinimizning asosiy narsasi. Ilmni ham biz topamiz, agar rahmat orqali bo'lmasa, haligi ilm bizga azob bo'lishi mumkin ekan. Bitta ustoz masjidda o'tirgan ekan halaqasi bilan aytibdi shogirdlariga, "Men sizlarga haqiqiy ilm va nima deydi, fake, soxta ilmni farqini ko'rsataman" debdi. Bo'pti deyishibdi. Bitta odam aytibdi, keyingi odamlardan kelganda salom bersa, salomiga qaytarmaylar debdi. Bittasi kelib aytibdi, "Assalomu alaykum" desa, hech kim qaytarmabdi. Salomiga javob berishmabdi. Hamma jim o'tiribdi. Jahli chiqibdi. "Assalomu alaykum" balandroq aytibdi. Hech kim javob bermabdi. Yana aytibdi, "Assalomu alaykum" desa, hech kim javob bermasa, jahli chiqib borib bir joyda o'zi alohida o'tiribdi. Ustoz aytdi, "Keyingisiga ham shunaqa qilamiz" debdi. Boshqasi ham kelsa, "Assalomu alaykum" desa, hech kim javob bermabdi. Bittasini yelkasidan qimlatib, "Assalomu alaykum" desa, unaqa yuzini o'girsa, haligi odam ovozi titrab ketibdi. "Assalomu alaykum do'stlar" desa, hech kim javob bermasa, u ham borib alohida o'tiribdi. Keyingi ustoz ikkalasini chaqiribdi, "Kelinglar" debdi. "Men sizlarni Allohning ismidan savol so'rayman. Biz sizlarni salomlaringga javob bermaganimizda yuraklaringdan nima fikrlar o'tdi? Qani aytib beringlar-chi" debdi. Birinchisi debdiki, "Ustoz" debdi, "Men o'yladim, bu qanaqa musulmonlar" debdi.
Qur'onda Alloh aniq yozganki, bironta musulmon sizlarga salom bersa, salomiga javob berishlaring kerak, yaxshiroq qilib javob beringlar deb Qur'onda aniq kelgan narsa. Bu qanaqa musulmonga salom beryapmiz u javob bermasa deb men o'yladimki, bularning ilmi yo'qdir, noqis odamlardir deb jahlim chiqib ketdim debdi. Boshqasidan so'rasa aytibdiki, ustoz men o'yladim, men nima gunoh qildim, nima yomonlik qildimki meni do'stlarim meni salomimga javob berishmayapti. Buni fikri o'ziga ketibdi. Nima qildim ekan? Biron xato qilib qo'ydimmi, biron yomonlik qilib qo'ydimmi deb o'zini tafakkur qilgan ekan. O'shanda ustoz deganki, mana shu haqiqiy ilm, mana o'si soxta ilm. Soxta ilm bizning qo'limizda nima deydi? Weapon. Boshqalarni urish uchun. Men bilaman, sen bilmaysan deb gap talashamiz, nima qilamiz? U noto'g'ri qildi, bu noto'g'ri qana umuman musulmonlarni qaranglar, bu shumi islom deb boshqalarga tuhmat qilib yurish, bu soxta ilm. Haqiqiy ilm o'zimizni yuragimizni poklash uchun. Yuragimizda nima kirlik bo'lsa, nima yomon fikrlar bo'lsa, niyatlar buzuq bo'lsa, o'shalarni tozalash bu haqiqiy ilmda asari. Bu faqat qachon keladi? Ilmingiz rahmat bilan kelsa. Hattoki Xizr alayhisalomga hamki Alloh ilm bergan, Alloh subhanahu va taolo ilmini ta'rifida deydi: "Va ataynahu rahmatan min indina va allamnahu min ladunna ilma." Biz unga o'zimizdan rahmat berdik va o'z tomonidan biz unga ilm o'rgatdik degan. Birinchi ilmni yodladimi yo rahmatni? Birinchi rahmatni yodladim. Rahmat bo'lmasa yuragimizda bu din bizga biron foydasi yo'q ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kichkina bolalar Hasan Husayn bilan o'tirgan ekanlar, yonlarida bittasini o'ppasalar, bitta badviy odam kelib aytganki, "Sen bolalaringni o'pasanmi? Menda 10 ta bola bo'lgan, bittasini ham o'pmaganman" degan. Bittasini ham o'pmaganman. Payg'ambarimiz dedilarki, bu dinda u yuraklardagi rahmat yo'q, bu dinda unga hech narsa yo'q deganlar. Yuragingizda rahmat bo'lmasa, islomdan siz hech narsa topmaysiz. Aslan dinda haqiqati shu yuragingizdagi bor rahmatni izhor qilish va insonlarga sizni manfaatli, foydali odam qilish. Sizni shu nafsi ammaratu bis-suki, bir nafski yomonlikka sizni itarib yuradi, o'shandan o'zgartirib insonlarga manfaatli qiladigan nafsul mutmainnaga o'zgartirish. Agar yuragingizda rahmat bo'lmasa, hech qachon bu narsalarga yetisha olmas ekansiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam masjidda namoz berayotgan ekanlar. Ba'zida biz yoshlarimizni masjidga olib kelishdan xijolatlanamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom masjidlar, payg'ambarlar masjidda namoz beryaptilar. Bir vaqt sajdaga ketibdilar, u sajdadan boshlarini ko'tarmayaptilar. Hamma orqada sajdada. Bittasi nima bo'ldi ekan deb boshini ko'tarib qarasa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajdadalar, ustilarida Imom Hasan, Imom Husayn kichkina chaqaloqlar o'ynashyapti. La ilaha illalloh. Ajoyib nima ko'rdim deydi. Keyin qaytib boshimni sajdaga qo'yib kutib turdim deydi. Toki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohu akbar deb sajdadan chiqibdilar. Keyin savol qilibdi: "Ya Rasululloh, men shunaqa ko'rib qoldim, ustingizda bolalar o'ynayotdi. Siz o'shanga sajdada qoldingiz. Shunaqa bo'ladimi?" desa, aytdilarki, "Ular o'ynashyapti, men istamadimki ularni o'ynashiga xalaqit bersam." Masjid ichida payg'ambarimizning masjidlari, yosh bolalar o'ynab yuribdi, imomning ustiga chiqib ketishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga xalaqit bermang deganlar. Nima? Chunki yosh bolalarning kulishi, yosh bolalarning o'ynashi, ularning xursandchiligi ham ibodat ekan. Ibodat ekan. Ular kulib, xursand yurishsa, uyingizga rahmat yog'ilar ekan. Agar yosh bolalar uyning ichida qo'rqib, masjiddan qo'rqib yursa, u joyda barakat topilmas ekan. Bu dinimizning rahmat xislatlaridan bittasi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga o'rgatadilarki, o insonlar, o musulmonlar, sizlar o'zlaringdan irodalaring bo'lish kerak. Irodalaring bo'lish kerak. Nima degani ya Rasululloh desa, bu odamlarki irodasi yo'q dedilar. Bironta unga yaxshilik qilsa, unga yaxshilik bilan qaytarishadi. Bironta unga yomonlik qilsa, unga yomonlik qilishadi. Ya'ni boshqa odamlarning amali siz nima qilishingizni nima qiladi? Yani, ular yaxshilik qilsa siz yaxshilik qilasiz, ular yomonlik qilsa siz yomonlik qilasiz, ular nima qilsa siz o'shani qilasiz. Siz o'zingizdan iroda yo'q. Agar o'zingizdan iroda bo'lsa deganlar sallallohu alayhi vasallam, ularga sizga yaxshilik qilsa ham siz yaxshilik qilasiz, yomonlik qilsa ham siz yaxshilik qilasiz. Haqiqiy iymon shu. Haqiqiy iymon shu. Va bironta sizga ozor bersa, sizni yuragingizni og'ritsa va sizga biron zarar yetkazsa, uni kechirishga tayyor turishingiz kerak.
har holatda yuragingizdan haligi g'ildi chiqazib tashlashingiz kerak. Bo'lmasa u yuragingizda qolib ketsa, qiyomat kunida qolar ekan. Allohning huzuriga kirib borasiz shu nimalar bilan, dardlaringiz bilan. Keyin Allohning yonida borib shikoyat qilasiz. Ya Robbim, mana u bandang menga unaqa qildi. Hech ham yarashmas ekan. Musulmon odamga yarashmaydi Allohning yoniga kirib borib shikoyat qilsa. Bittasini payg'ambarimiz aytib berdilar, ikkita musulmon bolalar yaxshi do'stlik qilib kelishgan, bir-biriga zarar yetib qolgan biron joyga borib. Do'st bo'lib, Allohning yo'lida yurib, bir-birini yaxshi ko'rib nima qilib, bir joyga kelganda bir-biriga zarar yetkazib qo'yishgan ekan, o'rtalari buzilib ketgan. Qiyomat kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar-ki, Allohning huzuriga kelishgan, ikkalasi bir-biridan shikoyat qilyapti. Bittasi dedi, meni unaqa qildi, bunaqa dedi, boshqasi dedi, meni haqqimga tegdi, unaqa. Bir-biridan shikoyat qilib yotibdi, ammo ikkalasining yuragi pok. Lekin o'rtada shayton kirgan, nima bo'lgan Alloh biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydiki, Alloh subhanahu va taolo ularni nimasini hal qilish uchun ularga amr berdi, unzur ila yaminik. O'ng tomoningga qaranglar. Ikkalasi o'ng tomonga qarasa, jannatlar, bog'lar, daryolar, qasrlar, chiroyli jannatning ne'matlari hammasi keng ko'rinib turibdi. Keyin Alloh subhanahu va taolo deydiki, istaysanmi shu jannatga kirishni? Albatta istaymiz ya Robbimiz deb ikkalasi birdaniga haligi shikoyatlar esidan chiqib ketadi-yu, jannatni ko'rgandan keyin albatta kirishni istaymiz deydi. Alloh subhanahu va taolo deydiki, bu jannatga kirishni narxi bor, price bor. Berishga tayyormisan? Narxi nima ekan yo Alloh desa, shu ukangni yo do'stingni qo'lidan ushlab olib kirishing. Billa kirib borsalaring, kira olasizlar. Agar bir-birlaring bilan urushib, talashib o'tirsalaring, bittang ham kirmaysan degan. La ilaha illalloh. Bu Alloh subhanahu va taolo sulh qilish bandalarning orasida. Va dunyoda ham Alloh subhanahu va taolo bizga deydi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Mu'min odamlar bir-biriga birodar bo'lishadi, aka-uka bo'lishadi. Va ularning o'rtasida biron nima tushib qolsa, isloh qilishlaring shart deb Alloh subhanahu va taolo bizga buyurgan. Isloh qilish nima degani? Ya'ni biron noto'g'ri ish bo'lgan bo'lsa, uni to'g'rilash kerak. Biron xato ish bo'lgan bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga tushirish kerak. Biron tushunmaslik, bir-birini tushunmasdan biron xafachilik bo'lgan bo'lsa, uni o'rtasini tuzatish kerak. Qaytib o'tirib, billa o'tirib bir-birini kechirish kerak. Kechirmasa Alloh subhanahu va taoladan hech qachon kechirim kutmasin. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda Suratul Nurda deydi, ularni kechiringlar. Istamaysizlarmi-ku Alloh sizlarni kechirsa? Agar biz bir-birimizni kechirmoqchi bo'lmasak, qanday Alloh bizni kechiradi? Bu rahmatidan. Alloh subhanahu va taolo dediki, meni bandamga, meni yaratgan xalqimga sen yaxshilik qilgin, ularga rahmat ko'rsatgin, ularni kechirgin, men senga yaxshilik qilaman, men senga rahmat ko'rsataman, men seni o'zim kechiraman deb Alloh subhanahu va taolo shu va'dalarni bizga Qur'onda bergan. O'shaning uchun ham bizning payg'ambarimiz Nabiyur Rahma, rahmat payg'ambari va ummatlari ham ummatur rahma deyilgan, rahmat ummasi. Qanaqa biz rahmat ummatimiz? Biz yaxshilikka bir-birimizga yordam beramiz. Ta'muruna bil ma'ruf. Yaxshi ish kelganda bir-birimizga yordam beramiz. Yaxshilikdan to'smaymiz bir-birimizni. Yaxshi ishga yordam beramiz. Billa turamiz, yelkama-yelka turamiz. Billa namoz o'qiymiz, billa roza tutamiz. Hamma ishga yaxshilik bor, hammamiz qo'limizni bir qilib, hashr qilib, o'zbeklarimizni juda zo'r bu narsa. Hashr qilib yaxshi ishlarni bitirib yuboramiz. Yomonlikni biz to'xtatamiz. Va ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Alloh subhanahu va taolo deydi. Yomon ishlar topilsa, yomon narsalar topilsa, qo'limizni bir qilib, u narsalarni to'samiz. Masalan, biron yomon odatga uchrab qolsa, nima bo'ladi? Darrova miting qilamiz, nima qilamiz? Qara do'stim, shu ishni qilmasang yaxshiroq deb, unga yordam berib, nima qilib, haligi yomon yo'llardan bir-birimizni qutqarib olamiz. Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Va sizlar Allohga iymonlaring bor. Eng asosiy gap shu yerda. Allohga iymoningiz bo'lsa, bu boshqa narsalar oson keladi. Agar Allohga bo'lgan iymonda kuchsizlik bo'lsa, unda zaiflik bo'lsa, ana undan keyin o'rtamizdan buzilishi mumkin. Unda do'stlar dushman ham bo'lib ketishi mumkin. Unda har xil narsalar bo'lishi mumkin. Yomonliklar ko'payadi, yaxshiliklar yo'li to'siladi. Qatta problem iymonda bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, jaddidu iymonakum. Iymonlaringni yangilab turinglar, iymonlaringni yangilab turinglar. Qanaqa qilamiz ya Rasululloh deb sahobalar savol qilishsa, la ilaha illallohni ko'p qaytaringlar degan. La ilaha illalloh ma'nosi nima?
Men faqat Allohga sig'inaman, bo'ldi degan. Ya'ni biz dunyoda har narsa o'z tomoniga tortyapti. Ba'zini pul tortyapti, ba'zini davlat tortyapti, ba'zini qudrat tortyapti, ba'zini shuhrat tortyapti, ba'zini ish tortyapti. Hozir ba'zilar mitingda o'tiribdi, ishda ham, masjidda ham bo'lsa. Hamma narsa bizni diqqatimizni o'ziga tortib turibdi. Biz deymizki, bu meni ilohim emas, men bunga ibodat qilmayman. Men davlatga ibodat qilmayman. Men bu joyga ibodat qilmayman, bu buyuk odamlarga ibodat qilmayman. Men faqat Allohga ibodat qilaman. Meni ahamiyatim hammasi Alloh uchun, tavajjuhim hammasi Alloh uchun deb biz Allohga qaytib boramiz. Ana shunda biz yaxshilikka qo'limiz bir bo'lsa, unda baraka topiladi. Quli qawli hadha astaghfiru lakum fastaghfiru innahu huval ghafurur rahim. Allohumma anta الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala dediki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilarki, Allah subhanahu wa ta'ala hech qanaqa kasallik yubormagan ki uni dorisini yubormagan bo'lsa. Ya'ni har qiyinchilikni, har mushkulni hali bor. Har kasallikni dorisi bor, davosi bor. Illa sam, faqat o'limdan qocholmaysizlar bo'ldi deganlar sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni o'lim kelsa, u zaman siz tayyor bo'lishingiz kerak. Malikul Maut ko'zingizga ko'rindi, unga salom berib, shahodatingizni aytib, ruhingizni topshirishingiz kerak. Undan boshqa har qanaqa qiyinchilikka uchrashsangiz, o'zi bu dunyo imtihon makoni. Sizga har narsa berilsa ham imtihon sifatida beriladi. Sizdan biron narsa qaytarilsa ham imtihon sifatida qaytariladi. Boy bo'lib ketsangiz, Alloh tomonidan imtihon. Agar kambag'allikka uchrab qolsangiz, Alloh tomonidan imtihon. Hamma narsa-ki sizni qo'lingizda, ro'paringizda, orqangizda imtihon sifatida kelgan. Qani meni bandam nima qiladi? Shu bilan menga yaqinlashadimi yoki o'zini unutib ketib qoladimi deb Alloh subhanahu va taolo bizni sinayapti. O'shaning uchun deydilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har qanaqa qiyinchilik kelsa, har qanaqa mushkul kelsa, yuragingiz qolmasin Allohning rahmatidan. Doim Allohning rahmatiga tavakkul qilib, Allohning o'ziga suyanib, hamma narsaga hal bor deb mash'um mafkura bilan davom etaveringlar. Davom etaveringlar. Agar yo'l topilmasa, alhamdulillah bunda ham xayr bor ekan. Agar yo'l topilib ketsa, alhamdulillah bu ham xayr. Har narsa-ki bo'ladi, mu'min odamga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilarki, Alloh ajaba amrul mu'min. Mu'minlarning ajoyib amri bor. Har narsa ularga bo'lsa, hammasi unga xayr ekan. Yaxshi ish bo'lsa, Allohga shukr qilishadi-yu, unga xayr. Yomonlik bo'lsa, Alloh bilan sabr qilishadi, unga xayr. Hamma narsa bo'lsa, mukofoti unga yaxshi bo'ladi deb sallallohu alayhi vasallam taajjub qilganlar iymonlik odamlarning holidan. Va biz Allohdan so'rashimiz shuki, biz ham shu iymonlik bandalar qatorida sanasin va bizdan hech savob ishlarimizni nima qilmasin, ya'ni inkor qilmasin. Hammasini o'z dargohida qabul qilsin va hamma gunohlarimizni kechirsin va qilgan yaxshi niyatlarimizga o'zi yetkazsin. Va Alloh subhanahu va taolo hammamizni qo'lma-qo'l jannati firdavsul a'loga yetkazsin va do'zaxlaridan, qabrda azoblaridan o'zi saqlab qolsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin. Aqimus solah.